Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana kecha qilgan ishimiz qoplarni yechganmiz. Diametri 1.20. Mana bu o'g'chalarni chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Mana bu yamamiz 1.20 da qilingan. Bitta hammom uchun taxlalganlar. Ishlari yangi ishdan chiroyli qilib taxlab berganmiz. Suvlarni chiqarib, chiroyli qilib, ishlaydigan qilib, suvni yo'ligacha ochib berganmiz. Xudo xohlasa ancha yil xizmat qilib beradi. İşimizga mana katta baho beringlar. Yangi uchastkalarda har doimgidek shunaqa xizmatlarimizni olib boramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib boring. Sizlarga ham kelishtirib, chiroyli narxlarga qilib beramiz. Ishimizga javob beramiz. Sifatli va tezda bitirib beramiz.